Salom, hammaga yaxshi kayfiyat do'stlar. Bugun aynan Vnukovo aeroportiga keldim. Ya'ni nima maqsad deydigan bo'lsangiz, Vnukovo aeroportida holat qanaqa? Juda ham o'sha vahimalarga asosli gaplar bormi degan savollarga javoblarni berib o'taman. Dakmens akalarimiz uchun to'liq holatini obzor qilib berishga harakat qilaman. Ya'ni qanaqangi ma'noda? Ya'ni aeroport Vnukovodan ichki holat qanaqangi bo'lyapti? -1 etajda holat qanaqangi bo'lyapti? Ketish holatlari qanday? Ya'ni misol uchun hujjatingiz yo'q bo'lsa, qanaqa ketishingiz mumkin degan savollarga javob berib o'tishga harakat qilaman maksimalli. Sizlar bizni podдержка qilib, bittagina laykni bosib, kommentariyada Telegram kanalimiz silkasi bo'ladi. Kelib obuna bo'lib qo'ysangiz, to'liq ma'lumotni aeroport haqidagi vaziyatlarni menimcha Telegram kanalimiz orqali ham bilib olsangiz bo'ladi. Xo'p, undan tashqari Saxarvada bitta juda ham noxush vaziyat yuzaga keldi. Уходи, за собой закрой. Сколько бы я ни жил, ты же знаешь, что меня теряет. Mana bu video ko'rib turganlaringdek, shu videoga e'tibor bildirsa kerak deb juda ham ko'pchilik videolarimda, Telegramlarda, Instagramlarda yozyapti. Yo'q, bunga e'tibor qaratmayman. Bunga sabab misol uchun kimdir emotsiyasiga o'ynab qo'ysangiz, juda ham bir noqulay vaziyat kommentariyada so'kishlarga qolib ketishi mumkin. Shuni hisobidan bunga e'tibor qaratmaymiz. Lekin aka-singillarim, sizlarga yaxshi ma'lumotlarni aytib o'taman. Hujjatingiz bilan muammongiz bo'lmaydigan bo'lsa, Vnukovo eng yaxshi aeroportdan biri hisoblanadi. Nimaga deydigan bo'lsangiz, tamojniy kontrol juda ham zo'r. Registratsiyadan o'tish vaqti juda ham tez. Buni albatta hozir video davomida men sizga to'liq ko'rsatib beraman. Bu nimaga bunaqangi deyap turganligimda aynan bu videoda javobini olib olishingiz mumkin. Aynan Vnukovo aeroporti nimaga eng yaxshi aeroport degan savolni ko'p beradi. Bunga sabab birinchi bo'lib tamojniy kontroli. Tushunyapsizmi? Undan tashqari toqalarga mabodo hujjat bilan muammongiz bo'ladigan bo'lsa, agarda tushib qoladigan bo'lsangiz, atigi 5000 rubl bilan liboy holatiga ishingizni bitkazib olsangiz bo'ladi. Men -1 etaj holatni ham hozir ko'rsatganda uni ham aytib o'tishga harakat qilaman. Va O'zbekiston havo yo'llarining reyslari, undan tashqari yaxshi aviakompaniyalarning reyslari aynan Vnukovo aeroportdan qo'yilgan. Shuni hisobidan bemalol Vnukovo aeroportdan hozir biletlarni olib, sizlar ham o'sha uchib ketsanglar eng yaxshi variantlaridan biri bo'ladi. Shuni hisobga olib, men sizga hozir aynan Vnukovo aeroportiga keldim. Chiroyli qilib bitta video qilib beraman. Bizni albatta podpiskasiz kuzatyapti turgan akalarimiz bo'ladigan bo'lsa, iltimos podpiskani birinchi bosib qo'ying. Nimaga deydigan bo'lsak, podpiskasiz kuzatsangiz endi bilasiz, birat. Misol shuncha biz harakat qilib, videolarni syomka qilib, obloshkalar qilib, chotki qilib sizlarga videolarni qilib bersak, podpiskasiz kuzatsangiz bo'lmaydi. Va Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, xudo xolasa, chotki qilib men sizga hozir aeroportni ichki holatini obzorini qilib berishga harakat qilaman. Qalinda ketdik, boshladik. Xudo xolasa, bitta layklardan esdan chiqib qolmasin. Agar taksida keladigan bo'lsangiz, mana ko'rib turibsiz, metro. Shuni metrodan tushamiz degan. Metrodan tushgandan keyingi holatni hozir bir boshdan chiroyli qilib ko'rsatib berishga harakat qilaman. Asosiysi mana shu metroni bilib olinglar. Ya'ni agar siz -1 etaj tomondan kirmoqchi bo'lsangiz, hujjatingiz bilan muammongiz bo'lsa, u farqi yo'q. Liboy joyidan kirsangiz bo'ladi. Qaranglar, metro tomondan chiqqaningizda o'zi avtomatiki birdan ikkinchi vaqt tomonni ko'rsatib qo'yilgan. Ya'ni metro tomonidan keladigan bo'lsangiz, aynan siz uchun eng qulay tomonlardan biri hisoblanadi. Men sizga hozir to'liq mana shu tomondan ko'rsatib berishga harakat qilaman maksimal ravishda. Ko'rib turganingizdek, bu tomon ko'cha tomonga chiqib ketish bo'ladi. Ya'ni glavniy vaqt tomondan kirsiz bo'ladi yoki ko'chadan keladigan bo'lsangiz, agarda siz bu yerda ham ko'rsatib qo'yaman, ko'cha tomondan keladigan bo'lsangiz, bemalol eskalatordan tushib yoki bo'lmasam liftdan tushib, bemalol mana shu -1 tomondan kirsiz bo'ladi. Qarang, kelganlarda mana bunaqangi upakovka bor. Bu yerda upakovka qilishingiz kerak emas, sababi narxi 800 rubl turibdi. Bu 800 rubl degani juda ham qimmat degani. Men sizlarga tavsiya qilardim, bu yerdan upakovka qilmanglar. Mana bu holatda kirib ketasizlar. Kirganingizdan keyin birinchi bo'lib keladigan joylar sizlarda mana eng kerakli joyingiz tabloni oldiga keldingiz. Kelganingizdan keyin avtomatiki bitta qarab olasiz. Agar sizga hujjatingiz yo'q bo'ladigan bo'lsa, deylik, u avtda mana turibdi bitta tog'a. Mana shu opa ko'rib turibsizlar, turibdi. Mana shu holatdan agarda hujjatingiz bo'lmaydigan bo'lsa, bilasizmi nima bo'ladi? Sekin orqaga qarab turib yana qaytasiz. Yoki bo'lmasa agar hujjatingiz bo'lmaydigan bo'lsa, kutib turasiz bu yerdan o'tishini. Bu yerdan o'tib bo'lgandan keyin ko'ryapsiz. Mana bu yerda lift bor. Mana shu tualetni oldini ko'rsatib qo'yilgan. Mana bu lift bo'ladi. Ko'rib turibsizlar. Mana shu lift orqali sizlar bemalol ikkinchi etajga chiqib ketsanglar bo'ladi. Endi agarda sizni misol uchun tog'a to'xtatadigan bo'lsa, uni muammosi yo'q. Men sizga videoni boshida aytib o'tdim, qanday qilib yetish mumkinligini. Shunchaki
atigi 5000 rubl berasiz. Unaqangi xijolat bo'ladigan joyi yo'q. Bemalol shu ishingizni 5000 rubl yoki 3000 rubl yoki maksimalni 7000 rubl bilan bitirib olsangiz bo'ladi. Shu tomonlariga e'tibor qilib qo'ysangiz bo'ladi. Mana shu Vnukovo aeroportining yaxshi tomonlaridan biri. Undan tashqari ketadigan odam ham tamojna kontroli yaxshi ishlagan hisobidan o'sha videoni boshida aytib o'tganimdek, juda ham yaxshi holatda hozir. Vnukovo aeroportdan bemalol biletlarni olib uchib ketsanglar bo'ladi. Vaqtdan kirish ko'rib turibsizlar. Endi men 05 kadrda olaman. Mana eshikni oldida ko'rib turganingizdek, mana bitta bir dona toqa turibdi. Hozir o'tiradi, endi bu tomonga qarashni men kutdim degan videosini oldim, sababi videoga olmagin, deb qolmasin degan maqsadda. Agar mabodo glaniy vaqtdan kirsangiz, mana bitta tablo bo'ladi. Tablo orqali hamma ma'lumotni menimcha ko'rib olishingiz mumkin. Mana misol uchun biz hozir reyslarni qaraydigan bo'lsak, Dushanbega reys bor 9:20 dan, Namanganga 9:55 da havo yo'llariniki bor. Toshkentga 10:10 da reys bor, YTRniki. Va hokazo. Ana endi men sizlarga tepa etajli holatni ko'rsatib berishga harakat qilaman. Bu glaniy vaqt. Glaniy vaqtdan kirganingizdan keyin avtomatik mana bundan bemalol chiqib ketsangiz bo'ladi. Uni muammosi yo'q. Ko'rib turganlaringizda tablo 27-mart holatiga ko'ra bu yerda 9:55 da reys bor. Shu registratsiya yopilib bo'lgan. Hozir 1 soat oldin yopiladi. Lekin bilib olsanglar bo'ladi. Hamma reyslar O'zbekiston havo yo'llariniki barchasi mana mana shu yerda bo'ladi. E'tibor qilib qo'yasiz, mana shu 51-60. Mana bu glaniy vaqt. Glaniy vaqtda oldida ko'rib turibsizlar, tog'alar bor. Ko'rib turganingizdek, -1 da ham bor, -1 da, glaniy vaqtda +1 da faqat bir dona bor. Endi havo yo'llarini bemalol siz registratsiyasidan o'tganingizdan keyin mana bu yerga kelasiz. Bo'lish uchun mana bu 51-52-posatga O'zbekiston havo yo'llariniki bo'ladi. Bemalol shu yerga kelib registratsiyadan o'tib, registratsiyadan o'tganingizdan keyin orasida unaqangi katta masofasi yo'q. Birinchi bo'lib turib qiladigan ishingiz, agar siz havo yo'llari emas, misol boshqa aviakompaniya YTR, eng kerakli ma'lumot YTR yoki bo'lmasam Ural uchmaydi Vnukovo aeroportdan, Domodedovo aeroportdan uchadi. Mabodo Domodedovo aeroportdan bilet olgan taqdirda birinchi bo'lib qiladigan ishingiz bagajga обязательно bagagingizni, ya'ni ruchnoyingizni o'lchab oling, ya'ni ortiqcha pul to'lamaslik uchun. O'zi aslida tavsiya qilmayman Ural, Rossiya aviakompaniyalariga olish. Qanot Sharq o'zimiz O'zbekiston havo yo'llariga olsalar eng qulay variantlardan biri bo'ladi hozirgi kunda. YTR reyslari qayerda bo'ladi deydiganlar. YTR ham reyslar juda ham ko'p. Farg'onaga ham, Toshkentga ham, Buxoroga ham, Samarqandga ham bor. Mana mana shu yerda 70-pastgacha bo'ladi. Bu esa glaniy vaqt. Endi tamojna kontrol joylashgan joyni qaranglar. Mana bu yashil tamojna kontrol. Aeroportda odam juda ham kam. Chunki hamma reyslar 9dagacha uchib ketib bo'ladi. Shuni hisobidan 9-8larda kelsa, 8 emas, mana shu 9larda kelsanglar eng qulay vaqt hisoblanyapti hozirgi kunda. Mabodo boshqa vaqt kelaman degan taqdirlarda ham mana shu tamojna kontrol. Hozirgi kunda aeroportning ichki holati xuddi shu ko'rinishda. Birinchi sizlarga juda ham yaxshi holatda hozirgi kunda aeroport Vnukovoning ichki holati qanaqangi bo'lyapti degan savollarga to'liq ma'lumotni berib o'tishga harakat qildim. Xo'p, sizlardan endi so'raladigan narsa bitta like va обязательно aviabiletlarda agarda arzon narxlarda aksiyaga tushgan narxlar, jumladan 5400 rubl hozirda Toshkent Samarqand yo'nalishi bo'yicha 32-8 bagajlarimiz 9600 rubldan shu kabi narxlarda xarid qilmoqchi bo'lsanglar, nomerlarimizga обязательно aloqaga chiqib qo'ysalar bo'ladi. Va undan tashqari pastda обязательно Telegram kanali silkasi bor. Kirib obuna bo'lib qo'ying. To'liq ma'lumotlar shu yerda bo'ladi va keyingi videomizni qaysi aeroportdan qilib beraylik, shuni ma'lumotini ham yozib qo'ysangiz, menimcha juda ham udobniy bo'ladi. Ya'ni o'sha sizlarni har bitta yozgan izohlaringga qarab keyingi videoni maksimalni yaxshi ravishda qilib berishga harakat qilaman. Ya'ni qanaqangi xato kamchiliklari bor, kommentariyaga yozinglar yoki aviabiletlar kerakmi? Xudo xohlasa aviabilet bo'yicha o'sha prямой efir qilishga harakat qilaman. Shu haftani o'rtalariga yoki keyingi haftani o'rtalariga hamma insonlarga Telegramda aytib o'taman u haqida ham ma'lumotni. Bugungi holat sharoit shu. Salomat bo'lasizlar, ishlangga rivoj. Videoga like bosib qo'yishni esdan chiqarmaysizlar.